moling joyida turibdi. Buni Yahyo ibn Salim so'zlab bergan edi. Makkada biz bilan xurosonlik solih bir kishi bor edi. Odamlar unga o'z omonatlarini ishonib qo'yishardi. Bir kishi kelib 10,000 dirham qoldiribdi. So'ng o'z ishiga ketib, kishi vafot etgandan keyin omonat qo'ygan kishi kelib, uning o'g'li va xotinidan omonatga qo'ygan molini bu haqda bilishmas edi. U o'sha kuni Makkada yig'ilib turgan bir nechta olimdan bu masalada savol so'radi. Falonchiga 10,000 dirham tashlab kelgan edim. U kishi o'libdi. Xotinidan so'rasam, bu haqda bilmasdim. Menga nima buyurasizlar? Ular shunday deyishdi. Biz o'sha xurosonlikni jannat ahlidan deb umid qilamiz. Kechaning 3dan biri ismida Zamzam qudug'i oldiga kelgin va ey falonchining o'g'li falonchi, men omonat egasiman degan so'zlar bilan unga xabar bergin. Haligi odam kelib 3 marta shunday dedi. Hech kimga javob bermadi. So'ng olimlarning oldiga kelib, ularga buni yetkazdi. Ular shunday deyishdi. Albatta, biz Allohnikimiz va Allohga qaytajakmiz. Biz do'stlaringning do'zax ahlidan bo'lib qolishidan qo'rqayapmiz. Ey bor, uni Barhut deyishadi. O'sha yerda bir quduq bor. Unga borgin. Kechaning 3dan biri yoki 3dan 2siga o'tganda, ey falonchining o'g'li falonchi, men omonat egasiman deb baqirgin. U borib olimlarning aytganini qilibdi. Birinchi kuniyoq tushiga xurosonlik kiribdi. U o'zini yomon joyga tashlanganini aytibdi. Sho'ring qursin, nima uchun u yerga tushding? Sen hamisha odamlarga yaxshilik qilar eding-ku, debdi omonat egasi. Xurosonlikdan shunday javob eshitilibdi. Mening Xurosonda yaqinlarim, qarindoshlarim bor edi. Ular bilan uzilib ketib, umrim tugaguncha aloqa qilmadim. Alloh taolo bu bilan ushlab, shu manzilga tashladi. Ammo moling qanday bergan bo'lsang, shunday turibdi. O'g'limga vasiyat qila olmagandim. Uyimning falon joyida ko'mganman. O'g'limga ayt, seni hovlimga kirg'azadi. Hovlidagi o'sha joyni kovlasang, molingni topasan. Qo'shni meros oladimi? Abdulloh ibn Amr ibn Os xizmatkoriga shunday dedi. Qo'chqorni so'yib, Yahudiy qo'shniga ham nasiba bergan. Oradan bir qo'y so'yilmabdi. U yana gapini qaytardi. Ey g'ulom, agar qo'chqorni so'ysang, Yahudiy qo'shnimizga ham nasiba bergin. Shunda seni gapini qaytarib, bu Yahudiy qo'shni har doim bizlarga aziyat beradi-ku, dedi Abdulloh ibn Amr. Senga dard tegsin. Payg'ambar alayhissalom bizlarga hamisha qo'shni haqida vasiyat qilganlaridan bizlar qo'shni ham meros olsa kerak deb gumon qilar edik. Birovning yomonlashning kulfati. Isyo ibn Maryam alayhissalomdan zikr qilinadi. U kishi do'stlariga shunday dedilar. Agar uxlab yotgan kishining ustiga kelib qolsanglar, shamol uni biror joyini ochib yuborsa, sizlar uni ustini yopib qo'yasizlarmi? Ular ha deyishdi. Iso alayhissalom: balki sizlar qolganini ham ochib yuborarsizlar, dedi do'stlari. Subhanalloh, qolganini ochishga qanday qo'l boradi, deb javob berishdi. Iso alayhissalom aytdilar: sizlarning oldingizda bir kishi boshqa bir odamni yomonlasa, sizlar undan ham qattiqroq yomonlashni boshlaysizlar. Bu bilan uning qolgan avratini ochib tashlayapsizlar-ku. Mushuk va tovuqlar. Bir mushuk tovuqxonadagi tovuqlarning kasallanib qolganini eshitib qoldi. U darhol egniga tabiblarning kiyimini kiydi.
qo'liga muolaja asboblarini olib, tovuqxonaning eshigi oldiga keldi. U tovuqlardan ahvollaringiz qalay deb so'radi. Shunda tovuqlar ahvolimiz yaxshi, ammo sen bu yerdan tuyoqni shiqillatib qolsang, bundan ham yaxshi bo'lar edi deyishdi. Odil xon. Qadim Xorazmda Odil xonlar zamonida bir chinnifurush o'tgan ekan. U kishi xonlikning qayerigaki borib molini sotsa, albatta bezori qaroqchilar kelib, yo haq talab qilar, yo chinnalarni sindirib ketaverar ekan. Shunda chinnifurush xon saroyining yonginasidan savdo-sotiq uchun ijozat so'radi. Saroyning haybati, xonning adolatidan umid qilibdi. Chinnifurush shu zaylda savdosini boshlab, ishlarini yurishtirib tursa, bir kuni bir bechorahol odam kelib, bir chinniga xaridor bo'libdi. Iqtisodiy turumiga yarasha bazo'r bir tanga turadigan chinnini tanlabdi. Qulog'i og'irroq ekanmi, chinnining mol narxini bir necha marta baqirib ayttiribdi. Buni tevarak atrofdagilar, hatto saroy atrofini kezib yurgan xon ham eshitibdi. Narxi kelishilgan haligi chinnini xaridor bir chetga olib, endi haqini to'lashga chog'langan ham ekanki, to'satdan saroy tomondan otilgan bir tosh kelib, o'sha chinnini chilparchin qilibdi. Xaridor hayratlangan, chinnifurushning asabi tarang. Hayhot, debdi chinnifurush. Bu dunyoda adolat bormi? Haqiqat bormi? Tosh naqd saroydan otilsa, bunga qanday chidayin? Dardimni kimga aytayin? Hayhot. Xonning mulozimlari chinnifurushni oyog'ini yerga tekkizmay saroyga olib kirib ketishibdi. Shu matohing qancha turadi? 1000 tanga. Xon biroz oldin chinnini narxini eshitib olgan emasmi? Hayratlanibdi. Boyagina 1 tanga deyotgan eding, nahotki endi 1000 tanga bo'lsa? Ha, xuddi shunday, xon hazratlari. Buning sababi ne? Chinni sotilmasdan avval 1 tanga edi. Bu o'sha faqir odamga tegishli narx edi. U sindi. Endi uning narxi siz uchun 1000 tanga. Chunki tosh saroydan tashqariga otildi. Chinnini chilparchin bo'ldi. Narxi shu, boshqa gapim yo'q. Odilligi bilan mashhur bo'lgan xon oxir oqibat chinnifurushning aytgan pulini to'lashga majbur bo'libdi. Qismat kaltagi. Sobit Banoniy aytadi. Bir joyda bir kishi otasini urayotgan ekan. Uni ko'rganlar, "Bu nima qiliq?" deyishdi. Otasi dedi, "Unga indamanglar. Men ham otamni xuddi mana shu joyda urgan edim. Men ham bu yerga o'g'limni kaltak yeyish orqali o'shani boshimdan kechiryapman. Bu shuning uchun urayapti. Unga hech bir ta'na yo'q." G'iybatdan qoching. Homid Rabi rivoyat qiladi. Men masjidda o'tirgan edim. U yerdagilar bir kishi haqida har xil gaplarni gapira boshlashdi. Ularni bundan qaytardim. U odamlar haqida gapirishni to'xtatib, yana boshqasiga o'tishdi. Keyin boshqa kishini gapirishdi. Dan to'xtatib, yana oldidagi kishini g'iybat qilishga tushishdi. Men ham ularning ba'zi gaplariga aralashib o'tirdim. O'sha kechasi tush ko'rdim. Tushimda bo'yi uzun, qop-qora kiyingan kishi uyimga kelganini ko'rdim. Uning qo'lida bir tovoq bo'lib, tovoqda bir bo'lak cho'chqa go'shti bor edi. U menga "Shu go'shtdan yegin" dedi. Men "Cho'chqa go'shti yemayman.
Allohga qasamki yemayman dedim. U esa qattiq so'kib, sen bundan ham yomonrog'ini yeding-ku, dedi va og'zimga go'shtni tiqa boshladi. Shu payt uyqudan uyg'onib ketdim. Shundan so'ng 30-40 kun uyda o'tirib qoldim. Qaysi ovqatni yesam, o'sha go'shtning ta'mi kelib, ko'nglim behuzur bo'lar edi. Ilmdan gapirgan kulmaydi. Mazhabboshimiz Abu Hanifa aytadi: men bir marta kulganman. O'shanga ko'p pushaymonlar chekkanman. Amr ibn Ubayd ismli Qadariy Mu'tazilalarning imomi bilan munozara qildim. G'alabaga erishganimni sezib kuldim. Shunda u menga aytdiki, ilmdan gapirib turib, yana kulasan. Senga hech qachon gapirmayman. Men o'sha ishga qattiq pushaymon bo'ldim. O'shanda kulmaganimda edi. Uning menga aytgan so'ziga javob qaytargan bo'lardim. Arzimas aybning dahshatli oqibati. Hammod ibn Salamadan rivoyat qilinadi. Bir kishi xizmatchisini boshqa bir kishiga sotmoqchi bo'libdi. Oluvchiga uning yolg'onchiligidan boshqa aybi yo'q debdi. Oluvchi xizmatchining aybini yengil sanab, uni sotib olibdi. Xizmatchi xo'jayinikida bir necha kun turgandan keyin bir kuni xo'jayinning xotini oldiga borib, ering seni yaxshi ko'rmaydi. O'rningga boshqa o'ynash topgan. Ering senga mehribon bo'lishini xohlaysanmi, debdi. Xotini esa ha debdi. Xizmatchi esa ustarani olgin-da, eringning uxlagan vaqtida soqolini uchidan ozginasini qirqib ol, deb o'rgatibdi. Shundan so'ng erining oldiga kelibdi va unga xotining senga xiyonat qiladi, o'ziga o'ynash topdi. Endi u seni o'ldirmoqchi. Sen buni aniqlashni xohlaysanmi, debdi. Eri ha debdi. Xizmatchi esa o'zingni uxlaganga solib yotgin, ko'rasan, debdi. Er o'zini uxlaganga solibdi. Shu payt xotini uning soqolidan olish uchun ustara bilan kelibdi. Er esa u meni o'ldiradi deb gumon qilib, undan ustarani olibdi-yu, xotinini o'ldiribdi. Xotinining yaqinlari kelib, erni o'ldirishibdi. Erning qarindoshlari kelib, qasos olishga kirishibdi. Ular orasida qattiq urush bo'libdi. Arzimas aybning dahshatli oqibatidir bu. 7 hikmatli kalima. Ubayda ibn Abu Luboba Ubaydulloh Qurayshiydan rivoyat qiladi. Bir kishi 7 kalima hikmati uchun bir kishiga 700 farsax masofaga ergashib keldi. Unga yetib kelgach so'radi: men Allohga senga bergan ilmdan so'rash uchun keldim. Menga osmondan ham og'irroq narsaning, yerdan ham kengroq narsaning, toshdan ham qattiqroq narsaning, olovdan ham issiqroq narsaning, ayozdan ham sovuqroq narsaning, dengizdan ham chuqurroq narsaning, yetimlikdan ham zaifroq narsaning xabarini ber, dedi. U javob berdi: pokdomon kishiga tuhmat qilish osmondan ham og'irroqdir. Haq yerdan ham kengroqdir. Qanoat qiluvchi qalb dengizdan ham chuqurroqdir, boyroqdir. Jasaddagi hirs olovdan ham issiqdir. Yaqiniga hojati tushib, undan yordam so'ray olmaslik ayozdan ham sovuqroqdir. Kofirning qalbi toshdan ham qattiqdir. Chaqimchilik
Agar uning egasi tayin bo'lsa, yetimdan ham zaifdir. Orangizda chaqimchi bormi? Qabul axbordan rivoyat qilinadi. Banu Isroil qabilasiga qahatchilik keldi. Muso alayhissalom qabila ahli bilan 3 marta suv yomg'ir so'rab chiqdilar. Ularga suv berilmadi. Shundan so'ng Muso alayhissalom: "Ey Robbim, bandalaring suvsizlik va ochlikdan senga 3 marta zorlanib iltijo qilib najot berishingni so'radilar. Sen ularning iltimoslarini, duolarini ijobat qilmading", dedi. Alloh taolo unga aytdi: "Ey Muso, men sening va sen bilan bo'lgan qavmlaringning duolarini ijobat qilmayman, chunki sizlarning orangizda chaqimchi bor. U chaqimchilikni uzluksiz davom ettirib kelyapti." Muso alayhissalom so'radi: "Kim u? Bizlar uni oramizdan haydab chiqaraylik." Alloh: "Ey Muso, sizlarni chaqimchilikdan qaytarib, o'zim chaqimchilik qilaymi?" dedi. Tulki va sher. Tulki sherni sira ko'rmagan edi. Bir kuni u tasodifan sherga ro'para kelib qoldi va shunaqangi qattiq qo'rqqanidan o'takasi yorilib ketay dedi. U sherni 2-chi marta ko'rganida yuragiga vahima tushdi-yu, ammo oldingiday qattiq qo'rqmadi. Mana tulki sherni 3-chi marta uchratib qoldi. Endi u o'zini ancha dadil tutib, hatto u bilan suhbatlashishga ham jur'at qildi. Jannatga olib boruvchi yo'l. Anas ibn Molik raziyallohu anhu aytadi: "Bir kuni biz payg'ambar alayhissalomning huzurlarida edik. U zot: sizlarning oldingizda hozir jannatiy odam chiqadi. Uning soqollaridan tahorat suvlari oqib turadi va 2 etagini chap qo'li bilan ushlab olgan holatda bo'ladi", dedilar. Shu payt xuddi shu sifatdagi kishi chiqib keldi. Salom berib, qavm bilan birga o'tirdi. Ertasi kuni yana shu gapni aytdilar. O'sha kishi yana oldindagi ko'rinishda chiqdi. 3-chi kuni ham shunday bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom turib ketganlaridan keyin haligi kishi bilan Abdulloh ibn Amr ibn Os ham chiqdi va "Otam bilan oramizda gap qochib qoldi. Uning oldiga 3 kun kirmaslikka qasam ichdim. Menga uyingdan 3 kunga joy bersang, qasamimga rioya qilib olsam", dedi. Haligi kishi "Xo'p", dedi va Abdulloh unikida bir kecha yotdi. Aytdiki, o'sha kecha haligi odam 1 soat ham turib ibodat qilmadi. Faqat to'shagida yotayotganida Allohni zikr qilib takbir aytdi. Shu bilan bomdodga turdi. So'ng tahoratini yaxshilab qilib namozini o'qidi. Ertalab ro'za tutmadi. U kishini 3 kun kuzatdim. Birinchi kun ko'rganimdagidan ortiq ish qilmadi, ammo undan faqat yaxshi gaplarni eshitdim. Oradan 3 kun o'tdi. Uning amalini past sanashimga yaqin qoldi. So'ngra unga: "Otam bilan ikkalamiz o'rtamizda biror gap o'tmagandi. Menga g'azab qilmagan va meni uydan haydamagan ham edi. Lekin men majlisda Rasulullohdan 3 marta oldingizdan ahli jannatdan bir kishi chiqadi deganlarini eshitdim. Keyin siz chiqdingiz va siz bilan birga bo'lib, buni aniqlashni xohladim. Siz nima amal qilsangiz hammasini ko'rdim. Sizga ergashib yurdim, ammo ko'p amal qilmaganingizni ko'rmadim. Siz payg'ambarimiz alayhissalom aytgan maqomga erishtirgan narsa nima?" dedim. U aytdi: "Ko'rganingdek, u hech narsa emas." Shunday degach,
Uning oldidan ketmoqchi bo'lib burilayotgan paytimda meni chaqirib, o'zing ko'rganingdan boshqa charoq amal qilmayman. Faqat men musulmonlarning birortasiga sira yomonlik qilmaganman. Alloh taolo yaxshilik qilib bergan narsalarga hasad qilmayman dedi. Mana shu narsa Rasululloh aytgan maqomga yetkazdi. Silai rahimni uzmang. Abdulloh ibn Abu Affo roziyallohu anhu aytadi: Arofat kechasida payg'ambar alayhissalom bilan o'tirgan edik. Shunda u zot aytib qoldilar: bugun kechasi silai rahimni uzgan kishi men bilan o'tirmasin, oramizdan ketsin. Davraning chetida o'tirgan bir kishi o'rnidan turib chiqib ketdi. Hech qancha vaqt o'tmay u kishi qaytib keldi. Payg'ambar alayhissalom: nima uchun davramizdan turib ketding dedilar. U kishi aytdi: ey Allohning rasuli, sizdan boyagi gapni eshitib xolamnikiga bordim. U kishi bilan janjallashib oramiz buzilgan edi. Borganimdan keyin xolam menga: nimaga kelding? Bu sening odating emas edi-ku dedi. Men siz aytgan hadisning xabarini berdim. Mendan kechirim so'radi. Men ham undan kechirim so'radim. Payg'ambar alayhissalom: yaxshi qilibsan, kel joyingga o'tir dedilar. So'ngra ogoh bo'linglar, silai rahimni uzgan qavmga Allohning rahmati tushmaydi deb ogohlantirdilar. Ziyofatni tark etdi. Zikr qilinishicha, kunlarning birida Ibrohim Adhamni bir kishi mehmonga chaqirdi. Ibrohim Adham kelib o'tirgach, mehmonlardan biri falonchi kelmadi deb uni sifatlay ketdi. Ikkinchisi esa falonchi semirib ketgan, tanasi og'ir deb g'iybatga o'tdi. Ibrohim Adham musulmonni g'iybat qilishgan paytdayoq qornim to'ydi deb chiqib ketdi va 3 kungacha ovqat yemadi. Muruvvat sanalmaydi. Umar ibn Abdulazizning uyida bir kuni mehmon keldi. Xufton namozini o'qishgandan keyin u bir narsa yoza boshladi. Mehmon ham u bilan o'tirganida chiroqning nuri xiralashib qoldi. Shunda mehmon: ey mo'minlar amiri, turib chiroqqa yog' to'ldiraymi deb so'radi. Umar mehmoniga bir ish qildirishni odamning muruvvatidan emas dedi. Mehmon: xizmatchingni uyg'otaymi dedi. Umar esa: yo'q, u hozirgina uyquga yotdi dedi. So'ngra o'zi turib idishdan yog' olib chiroqni to'ldirdi. Mehmon esa: bizga buyurmay o'zingiz to'ldirganingiz-ku ey mo'minlarning amiri dedi. Shunda Umar ibn Abdulaziz: men turganimda ham Umar edim. Qaytib kelib o'tirganimda ham o'sha Umarman. Alloh nazdidagi odamlarning yaxshilari kamtarillaridir deb javob berdi. G'amga sherik bo'lishni istadi. Zohidlarning ba'zilaridan shunday zikr qilinadi. Bir zohidning uyida bir qop don bor edi. Odamlarga qahatchilik kelganida donni sotib yubordi. Keyin o'zining hojati uchun don sotib olishga borganida: agar o'zingdagi bor narsani ulashib turganingda edi, qiynalmas eding deb qolishdi. U esa: men ham odamlarning g'amiga sherik bo'lishni xohlagandim dedi. Kaklik va xo'rozlar. Bir kishi bozordan qo'lga o'rgatilgan kaklik sotib olibdi. Uni uydagi xo'rozlar orasiga qo'yib yuboribdi. Lekin xo'rozlar yangi mehmonni tepkilab, hamma yog'ini cho'qib tashlashibdi. Bundan kaklik qattiq xafa bo'libdi. O'zicha: xo'rozlar
meni yoqtirishmayotganini, ularning qavmidan emasligim tufayli-da debdi. Shundan keyin ko'p vaqt o'tmay, endi xo'rozlar bir-birini ayamay qattiq jang qila boshlab yuborishibdi. Buni ko'rgan kaklik o'ziga shunday tasalli beribdi. Endi xo'rozlarning menga qilgan zulmidan nolimayman. Qarasam, ular o'z qavmlarini ham ayab o'tirmay jang qilaverisharkan. Kulguga ne sabab? Rivoyat qilishlaricha, Hasan Basriy kulib turgan bir yigitning oldidan o'tayotib undan: "Ey o'g'lim, Pulsirotdan o'tib bo'ldingmi?" deb so'rabdi. Yigit "Yo'q" deb javob beribdi. Hasan Basriy yana so'rabdi: "Jannat yoki do'zaxga bo'lishing senga aniq bo'ldimi?" Yigit "Yo'q" debdi. Hasan Basriy yana so'rabdi: "Unda nima sababdan kulayapsan?" Shu suhbatdan keyin o'sha yigitni qaytib kulganini ko'rishmabdi. Hasan Basriyning so'zlari uni qalbiga mahkam o'rnashib, noo'rin kulishdan tavba qilar ekan. Nafs istagidan kechib. Rivoyat qilishlaricha, Umar ibn Abdulaziz bir mast odamni ko'rib qolibdi. Uning ta'zirini berishni xohlabdi. Haligi mast u kishini so'kibdi. So'kayotganida Umar qaytib ketibdi. So'ng undan so'rashibdi: "Ey mo'minlarning amiri, sizni so'kayotganda nima uchun uni tark qildingiz?" Umar: "Chunki u mening g'azabimni keltirdi. O'sha paytda unga ta'zir berganimda nafsimning istagi uchun bergan bo'lib qolardim. O'zimni hamiyatim uchun musulmon kishini urishni xohlamayman" debdi. Shaytonning jazosi. Oldin o'tganlarning biridan zikr qilinadi. U kishida bir ot bor edi. U otni ko'p yaxshi ko'rardi. Bir kuni otning 3 oyoqli bo'lib qolganini ko'ribdi. Xizmatkorlardan "Bu ishni kim qildi?" deb so'rabdi. Xizmatkor debdi: "Men." Xo'jayini "Nima uchun?" deb so'rabdi. Xizmatkor "Seni g'amga solmoqchi edim" debdi. Xo'jayin esa "Seni bu ishga buyurgandan, ya'ni shaytondan ranjidim. Endi ketaver, ozodsan. Ot ham senga" debdi.